shaxslar asli ikkiga bo'linadi. Optimist va pessimist. Ya'ni demoqchimizki, bir odamni bir hikoya bilan to'ldirib ketamiz. Bir odamni Hasan va Husan o'g'li bor ekan. Biri optimist ekan, ikkinchisi pessimist ekan. Ya'ni optimist yaxshi nazar bilan qaraydi, pessimist yomon nazar bilan qaraydi. Kunlardan bir kun haligi ikkalasining o'g'lini bir kunda tug'ilgan. Optimistga, pessimistga nima sovg'a qilgan? Notebook. Sovg'a qilsa pessimist shunday qarab-yu, notebookni shunday ochib qarab-yu, buni rangi kulrang ekan, tezda buzilib qoladi deb yomon nazar bilan qaragan. Optimistga bitta korobkada otni go'ngini sovg'a qilishgan. Optimist shunday olibki, demak meni qayerdadir, qachondir kelajakda otim ham bor ekan-da deb xursand bo'lgan ekan. Demoqchimizki, odamlar ikki xil toifa bo'lgandan keyin u siz qaysi fikr bilan gapirganingiz bilan u o'zining saviyasiga yarasha tushunadi. Buni iloji yo'q buni o'zgartirishda. Endi yillar vaqt o'zgartirish mumkin, lekin bu xarakter degan narsani birdaniga nimadir ta'sir qilmasa, odamning yaxshisini o'zgartirish qiyin. Demak, dunyoni emas, faqat o'zimizni o'zgartirib, dunyoni o'zgartirish mumkin. Dunyoni o'zgartirish shart emas, dunyoni o'zgartiradigan egasi bor. Siz o'zingizni xarakteringizni o'zgartiring. Ha.